Men bu yerga tartib o'rnatish uchun keldim deyishadi. Ammo tartib kim uchun edi? Siz uchunmi? Yoki imperiya uchun? Men chegaralarni chizdim. Lekin bu chiziqlar yerlarni emas, taqdirlarni bo'ldi. Bir xalqni viloyatlarga, uyezdlarga ajratdim. Shunda ular birlashmasin, qarshilik ko'rsatmasin deb. Men sizning yerlaringizni o'zgartirdim. Dalalaringizda bug'doy emas, paxta gulladi. Chunki sizning ochligingiz emas, bizning fabrikalarimiz muhim edi. Siz yer egasi edingiz. Keyin esa o'z yeringizda begona bo'lib qoldingiz. Men sizga qonun berdim, sudlar qurdim. Ammo haqiqatni emas, imperiya manfaatini himoya qiladigan qonunlarni. Siz adolat izlaganingizda aslida bizning hukmimizni topardingiz. Shunday bo'lsa ham, men o'zimni yomon ko'rmaganman. Men o'ylagandim. Men sivilizatsiya olib kelyapman, tartib olib kelyapman. Ammo endi tushunayapman. Har bir tartib ortida kimningdir erkinligi qurbon bo'ladi. Siz meni bosqinchi deb ataysiz. Balki to'g'ridir. Lekin men sizdan bir savol so'rayman. Agar siz mening o'rnimda bo'lganingizda, siz ham shunday qilarmidingiz? Chunki imperiyalar bir xil fikrlaydi. Faqat qurbonlar har doim boshqacha bo'ladi.